Ya'ni zolim, zulm deganda urib zulm qilish mumkin, dilini og'ritib zulm qilish mumkin, bir narsasini olib qo'yib zulm qilish mumkin, bir narsasini bermay zulm qilish mumkin, yoki aldayotganini bilib turib aldab zulm qilish mumkin. Hozir ko'p savdogarlarda shu ish bor. Bolani jarga ketayotganini bilib turib ma deydi. Nimaga u narsa telefon purishlar, telefonni vaqtida kelmasa bitta knopkangizni bloklanadigan funksiyasi bor. Mashina purishlar nomiga o'tkazib bermaydi. Ol deydi. Unda nima problema? Ol deydi. 17 million mashinani 29 ming deydi. Anu bolani ham fahmi kaltaligi uchun, ya'ni ruschasiga kelganda tupoyligi uchun bunday qilib turib to'xta deydi, olaveray deydi. 17 ming 19 ming hannaku deb turib olyapti. Mana u haromxo'r biladi buni botishini. Botayotganini ham biladi. Shuni beradimi? Anu bola 17 million mashinani naqqa 16 mingga sotadi. Ba'zan 29 ming qarz bo'ladi. 2 oydan keyin problema boshlanadi, haligini yana chaqiradi. Mana 29 ming mashina deydi. Hali qarzini berasan deydi. Bo'ldi deydi. 37 ming, bu 40 ming deydi. Bo'ldi aka deydi. Shuni oladi, sherigini chaqiradi, haligini 39 mingga oladi, ber qarz, shuni oladi. 8 ming dollar pul 1,5 yilda 300 ming dollar bo'lyapti. Shuni Xudodan qo'rqmaydigan qo'shtirnoq ishligi ba'zi bir haromxo'r mashina purishlar qilyapti shu ishni. Yo telefon purish qilyapti shu ishni. Qilyapti. Hojjakkalar o'qishim meni, hojjakka. O'yli hojjakka bo'lmaydi. Qilyapti shu ishni. Vijdonsiz. Ya'ni ehromlarki mishirg'ini og'iz yig'lab kelgan.